Hozir bizda ajoyib mutaxassisimiz kelgan va Nargizaxonim Azizova sizni yulduzdek onlaringiz marhamat. Katta rahmat. Marhamat. Assalomu alaykum. Qadrli teletomoshabinlar, demak bizda salomatlik bilan bog'liq bo'lgan mavzu yuzasidan suhbatga biz kirishishni boshladik, chunki mutaxassisimizni taklif etganmiz. Umurtqa pog'onasi bo'yicha mutaxassis nevropatolog Ahmad Eshonqulov. Assalomu alaykum. Xayrli tong. Xush ko'rdik studiyamizda. Ahmad aka. Salomat bo'ling. Hozir ko'rib turganimizdek, bu yerda mana nima deyiladi bu? Umurtqa pog'onasi. Umurtqa pog'onasi. Yo'q, nima deyiladi? Ana ilmiy tilda mana bu uskuna. Maket? Mulyash. Ha, mulyash. Endi biz mutaxassis bo'lmaganimizdan keyin yo'q. Bundan qo'rqmang. Bu mulyash. Mulyajdan. Mana shu mulyajdan foydalangan holatda yana ham aniqroq tushuntirishga harakat qilamizda holatni. Albatta. Umurtqa pog'onasi bilan bog'liq kasalliklar. Bugungi kunda eng avj olib ko'payib borayotgani bu grija, ya'ni umurtqa churrasi. To'g'rimi? Mana shu haqda qisqacha ma'lumotlar berishni boshlaymiz, keyin yana savollarimiz bo'lsa. Umurtqa pog'onasi kasalliklarni gapirishdan oldin birinchi umurtqa pog'onasini tushuntirib beraman. Bu inson umurtqa pog'onasi 32-33 suyakli birikishdan hosil bo'ladi. Bo'yin qismida 7 ta suyak birikishdan hosil bo'ladi. Ko'krak qismida 12 ta, bel qismida 5 ta va do'ng'aza qismida 4 ta 5 ta umurtqaning birikishidan umurtqa pog'onasi shakllanadi. Endi bu sabablari ko'pincha o'tirib ishlovchilarda, shopirlarda, taksilarda, tikuvchilarda bir xil holatda o'tirgandan keyin mana bu muskullar qotishni boshlaydi. Umurtqa pog'onasini ushlab turgan muskullar qotishni boshlaydi. Qotishganda bu xalq tilida tuz yig'ilibdi deydi. Odatda tuz yig'ilmaydi. Muskullari degenerativ vegetativ funksiyasini soatlab o'tirgandan keyin oziqa modda kelmaydi umurtqa pog'onasida. Qotishni boshlagandan keyin sekin asta osteoxondroz shakllanadi. Buni davolamasa yillar davomida protruziya, keyin eng og'ir holatlarda esa grija shakllanadi. Bu birdaniga bo'lmaydi, etap bo'ladi. Demak, endi biz shunday tasavvur qilardik-da, o'sha dabdurustdan paydo bo'ladi. O'sha qaysidir ma'noda zo'riqish natijasida umurtqa pog'onasiga og'irlik tushishi natijasida o'sha disk churrasi paydo bo'ladi umurtqalar orasida degan fikr bor edi. Umurtqa pog'onasi o'zi 70% suyuqlikdan tashkil topgan. Mana orasida ko'rayotganingiz mana bu disk. Bu disk ichida fibroz halqaning ichida pulpoz yadro bo'ladi. O'sha mana bunda yorib chiqishi bu grija, 3-etap. Birinchi osteoxondroz bu umurtqalarda qon aylanishi yaxshi bo'lmaydi, keyin protruziya, grija oldi holati. Grija va bu fibroz halqa suyuqlik tashqariga yorib chiqsa, bu grija hisoblanadi. Tushunarli. Hozirgi kunda juda ko'payib ketdi. Oldin 35-40 yoshdan keyin osteoxondroz shakllanardi. Hozir 18-20 yoshli insonlarda ham aytishliklarda juda ko'payib ketgan. Keladi 18-20 yosh, MRT qilamiz, 7-8 mm grija. Ko'p o'tiradi, soatlab, umurtqa oziqlanmay qoladi, natijada grija shakllanadi. Umurtqa oziqlanmay qoladi. Oziqlanish nima bilan bog'liq? Bizni taomlanishimiz bilan ham bog'liqmi? Bog'liq. To'g'ri ovqatlanish bilan bog'liq, ha? Eng birinchi o'rinda harakat. Harakat ovqatlanish bilan bog'liq. Kalsiy mahsulotlari ko'proq iste'mol qilishimiz kerak. Kalsiy, tvorog, vitamin D. Chunki vitamin D bilan kalsiy suyakda asosiy hisoblanadi. Mustahkamlashga javob beradi. Bizda hozir ko'pincha fast food iste'mol qilamiz, shirinliklar bu umurtqani zaiflashishiga olib keladi. Bizda oldin quyosh nur tagida ko'proq mehnat qilinardi. Hozir ayollarimiz ko'pincha shu quyosh bahor keldimi, yozgacha zontik. Ya'ni vitamin D ni asosiy biz quyoshdan olamiz. Shuning uchun kasallik yosharib boryapti. Bizda ko'pincha 70-80% holatlarda hayot tarzini o'zgartirishimiz kerak, sport bilan shug'ullanishimiz kerak. Keyin ofis ishlovchilarda meni vaqtim yo'q deydiganlar bor. Ofis sharoitidan qiladigan mashqlar bor. Shu o'tirgan holatda. Mana bo'yinni oldiga qarab cho'zadi. Bo'yin muskullari tortiladi. Mana boshda oldinga egib, pastga qarab tortiladi. Ofis sharoitga ham o'tirgan holatda ishlash shart. Agar osteoxondroz grijani oldini olish xohlasalar. Bo'lmasa baribir og'riydi. 8 soat o'tirgandan keyin bo'yin sohasi og'riq kundan kunda, yildan yilga kuchayib boradi. Shuning uchun ofis sharoitida ham o'tirgan holatda 1 soatdan keyin turib 5 minut, 7 minut bo'yin mashqlarini qilib yursa, osteoxondroz grijani oldini olgan bo'ladi. Endi qarang. Mana shu umurtqa pog'onasi orasida disk churrasi paydo bo'ldi deylik. Endi uni davolash usullari ham turli xil. Har bir shifokorni o'ziga yarasha davolash usuli bor, lekin ular orasida eng oxirgisi bu jarrohlik amaliyoti. Lekin
jarrohlik amaliyotini imkon qadar qo'llamaslikni tavsiya etishadi. Nega? Har bir 100 ta insondan bitta ikkitasiga jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Hozir tushuntirib beraman. Grija chiqqan joyga bog'liq. Grija chiqadi 8 mm, 10 mm nervdan uzoq chiqadi. Sentralni deymiz. Mana bu yerdan grija chiqsa agar, mana bu nervni qismaydi. Foraminal grija deydi, 4 mm bo'lsa, mana bu burchakdan nervga yaqin chiqsa, bu juda kuchli og'riq bo'ladi. Operatsiyaga ham ko'rsatma bor. Agar bemor juda kuchli og'riq belda, juda kuchli og'riq bo'lsa, oyoqlar doimiy uvishish, ozish, eng og'ir holatlarda siydik axlat tuta olmasa, u paytda 4dan 4 ko'rsatma operatsiya hisoblanadi. Ungacha grijani etaplari bor, 42 kungacha davolanadi, 6 hafta. Agar bemorda og'riq 60-70% og'riq kamaysa, bemorda reabilitatsiya, fizioterapiya bilan davolanadi. Agar og'riq 10-20% kamaysa, 4dan 4 operatsiya qilinadi. Oldingida operatsiya qilish qiyin emas. Oldin katta hajmda kesib operatsiya qilinadi, asorat ham ko'p bo'lgan. Hozir meditsina rivojlanib ketdi, ya'ni endoskopik yo'l bilan shu barmoqchalik kattalikda qayerda, qaysi segmentda grija bo'lsa, o'sha segmentga kirib operatsiya qilinadi. 70% holatlarda umurtqa pog'onasida belda grija hosil bo'ladi, 20-30% bo'yinda, 1-2% ko'krak sohasida. Chunki bu yerda og'irlik tushmaydi. Grija belga nisbatan bo'yin grijasi xavfliroq. Nogironlikkacha olib keladi. Chunki orqa miyada umurtqa pog'onasi orqa miya joylashgan. Va bosh miya bo'lsa, orqa miya umurtqa kanali ichiga joylashgan. Orqa miya kelib, umurtqa pog'onasi birinchi, ikkinchi bel umurtqasi tugaydi. Bu yerda orqa miya bo'lganligi sababli bo'yin grijasi xavfliroq. Orqa miyani grija essa, bemorlar qo'li oziydi. Doimiy uvishish bo'ladi. Kuch kamayadi. Bora yurishga qiyinchilik bo'lib, nogironlikkacha olib kelishi mumkin. Shuning uchun orqa miya bo'lganligi sababli bel grijasiga nisbatan bo'yin grijasi xavfliroq. Nogironlikkacha olib keladi. Bel grijasi nisbatan bo'yin grijasi xavfliroq. Demak, umurtqa churrasi profilaktikasi uchun bajariladigan o'sha doimiy mashqlar haqida ham yana batafsilroq bizga maslahatlarni bering-da. Yana qanday maslahatlar bor? Yana qanday mashqlar bor? Bajarishimiz kerak bo'lgan. Oz ko'rsatib beraveray. Yaxshi bo'lardi. Chunki jonli efirdamiz. Har holda siz aytganingizdek, bugungi kunda shunaqangi bir zamonaviy kasblar ko'payib boryaptiki, asosan o'tirishni talab qilyapti. Kam harakatlikni talab qilyapti-da. Shunaqa ofis sharoitida ishlovchilarda 3-4 ta mashq ko'rsatib ketaman. Albatta qilishlarini tavsiya qilaman. Boshda og'riqli bo'ladi, lekin yengil bo'ladi bemor. Bemorda ikkala qo'lni bir-biriga kirgizadi, boshni orqasiga qo'yib tortadi. 3-4 sekund ushlab turadi shuni. Yana sekin boshini tepaga qarab ko'taradi. Yana ushlaydi. Ko'targandan keyin umurtqa pog'onasi tortilish og'riqlar bo'ladi. O'sha nervlarning cho'zilishi holatlari kuzatiladi. Ikkinchi mashqimiz o'ng qo'limizni chap chaka sohasiga qo'yib, o'ng tomonga qarab tortamiz. U tomonda chap muskullar tortilishlari kuzatiladi. Buni 2-3 sekund ushlab turamiz, yana qo'yaveramiz. Yana sekin ushlab tortamiz. Buni ham 10 martadan bajaramiz. Chap qo'limizni o'ng chakka sohamizga qo'yib tortamiz. Buni ham 10 martadan bajaramiz. Bu o'tirgan ofis sharoitida ishlovchilarda. 3-chi mashqimiz iyagimizni pastga qarab egamiz, qorin tomon tortamiz. Bu ikkala muskul ishlaydi bu holatda. Yana ko'taramiz. Sekin tortamiz. Sekinlik bilan tez emas. U sekin ishlashimiz kerakki, umurtqa pog'onasi muskullari ishlashi. Sekin astalik bilan cho'zilish kerak-da. Rahmat. Ahmad aka, katta rahmat. Bizni barchamizni o'sha yanada salomatligimizga e'tiborli bo'lish uchun, yanada sinchkov bo'lishimiz uchun, o'zimizga yanada g'amxo'r bo'lishimiz uchun kerakli bo'lgan maslahatlarni berib o'tdingiz. Sihat, salomatlik o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Bugungi tashrif uchun, maslahatlar uchun katta rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, Sevimli telekanalida reklama.